Agar siz yoki oilangizdan kimdir 1 mil 500 ming so'm miqdorida pul olgan bo'lsa, hoziroq diqqat bilan eshiting. Bu xabar sizga bevosita tegishli bo'lishi mumkin. Chunki bunday to'lovni olgan odamlar orasida hozir eng ko'p uchrayotgan savollar shular. Bu pul yana beriladimi? Qaytarib olinmaydimi? Tekshiruv bo'ladimi? Karta bloklanmaydimi? Hujjat so'raladimi? Yoki bu pul boshqa yordamlarni olishga ta'sir qiladimi? Men bugun sizga shu masalani oddiy, tushunarli, lekin juda batafsil qilib tushuntiraman. Ma'lumot juda muhim. Chunki 1 million 5 ming so'm olgan odamlar ayrim holatlarda qo'shimcha imkoniyatga ega bo'lishi. Ayrim holatlarda esa xatoga yo'l qo'ysa, muammoga duch kelishi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Hoziroq kanalga obuna bo'ling va like bosib qo'ying. Chunki bunday xabarlar ko'pchilikka kech yetib boradi. Keyin odamlar nega oldim bilmadim deb afsuslanadi. Avval vaziyat qanday edi? Ko'pchilik ijtimoiy yordam, bir martalik moddiy yordam, kompensatsiya yoki maqsadli to'lovlarni olganda odatda pul kartaga tushadi. Odam uni ishlatadi va shu bilan masala tugadi deb o'ylaydi. Masalan, oilaga 1500 ming so'm tushdi. Kimdir bu pulga oziq-ovqat oladi. Kimdir kommunal qarzini yopadi. Kimdir farzandiga kiyim-kechak oladi. Kimdir dori-darmon xarid qiladi. Odamlarning ko'pchiligi pul kelgandan keyin hech narsani tekshirmaydi. Qaysi asosda berildi? Qaysi ro'yxat bo'yicha tushdi? Kelasi oyga ta'siri bormi? Keyingi to'lovlar uchun ariza kerakmi? Hujjat muddati tugamagan. Endi esa vaziyat o'zgargan. Hozir ko'plab to'lovlar faqat pul tushirish bilan cheklanmayapti. Ma'lumotlar elektron bazalar orqali solishtirilmoqda. Oila tarkibi, rasmiy daromad, pensiya, aliment, ish haqi, mulk, avtomobil, bank kartalaridagi ayrim tushumlar, yashash manzili, ariza bergan shaxsning holati tekshirilishi mumkin. Men buni qo'rqitish uchun aytmayapman. Aksincha, siz nima bo'layotganini oldindan bilsangiz, xotirjam harakat qilasiz. Syurpriz deganda odamlar ko'pincha faqat yana pul beriladi deb tushunadi. Lekin men ekspert sifatida aytaman. Bunday xabarlarda syurpriz ikki xil bo'lishi mumkin. Birinchisi ijobiy. Ayrim toifadagi fuqarolar uchun qo'shimcha yordam, qayta ko'rib chiqish, ro'yxatga avtomatik kiritilish yoki yangi imkoniyat paydo bo'lishi mumkin. Ikkinchisi esa ehtiyotkorlik talab qiladigan holat. Agar pul noto'g'ri asosda olingan bo'lsa, ma'lumotlar mos kelmasa, hujjatlarda xato bo'lsa yoki firibgarlar sizning nomingizdan foydalanmoqchi bo'lsa, muammo chiqishi mumkin. Shuning uchun men bugun sizga kim xavotir olishi kerak, kim xavotir olmasligi kerak, qaysi holatda hujjat tayyorlash kerak, qaysi holatda hech kimga karta raqamini bermaslik kerak, qaysi joyga murojaat qilish kerakligini bittalab tushuntiraman. Eng avvalo 1 million 500 ming so'm olgan odam pul qayerdan kelganini aniqlash kerak. Bu juda oddiy tuyuladi. Lekin eng katta xatolar aynan shu joyda boshlanadi. Kartaga pul tushadi, SMS keladi, odam esa davlatdan keldi shekilli deb o'ylaydi. Lekin pulning manbasi aniq bo'lishi kerak. Mahalla orqali berilgan yordammi, ijtimoiy himoya tizimidagi to'lovmi, bir martalik kompensatsiyami? Ish joyidan moddiy yordammi, xayriya jamg'armasidan tushgan mablag'mi yoki boshqa tashkilot to'lovimi? Masalan, birinchi vaziyatni olaylik. 3 farzandli oila bor. Ota vaqtincha ishsiz, ona uyda bolalarga qaraydi. Oila kam ta'minlanganlar ro'yxatida turadi. Ularga 1500 ming so'm bir martalik yordam tushdi. Bunday holatda agar oila haqiqatan ham mezonlarga mos bo'lsa, xavotirga hojat yo'q. Lekin ular keyingi oyda ham yordam olishni xohlasa, oila tarkibi o'zgarganmi? Kimdir ishga kirganmi? Farzandning tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh hujjati, yashash manzili ma'lumotlari to'g'rimi? Shularni tekshirtirib qo'yish kerak. Chunki tizimdagi bitta xato keyingi to'lovni to'xtatib qo'yishi mumkin. Ikkinchi vaziyat, ayol kishi yolg'iz farzand tarbiyalayapti. Unga 1 million 500 ming so'm tushgan. U bu pulni qarzlarni yopishga ishlatgan. Keyin qo'shnisi endi seni ro'yxatdan chiqarishadi. Chunki katta pul olibsan deb qo'rqitadi. Bu yerda odamlar noto'g'ri tushunadi. Bir martalik yordam doim ham doimiy daromad sifatida baholanmaydi. Lekin agar kartaga har oy muntazam katta tushumlar bo'lsa, masalan har oy 3 million, 4 million, 1 million so'm kirib tursa, tizim buni daromad sifatida ko'rib chiqishi mumkin. Demak, bir martalik 1500 ming so'm bilan muntazam daromadni farqlash kerak. Uchinchi vaziyat. Pensioner kishi 1500 ming so'm olgan. Unga telefon qilishadi. Sizga qo'shimcha 1 million 500 ming so'm beriladi. Faqat kartangizning amal qilish muddatini va SMS kodini ayting deyishadi.
Mana eng xavfli joy shu. Hech qachon SMS kodini aytmang. Hech qachon karta parolini bermang. Hech qachon telefon orqali tasdiqlash kodini o'qib bermang. Davlat idorasi, bank yoki mahalla xodimi sizdan SMS kod so'ramaydi. Agar kimdir kod aytmasangiz pul kuyadi desa, bilingki, bu firibgarlik ehtimoli juda yuqori. 4-vaziyat. O'yla 1 million 500 ming so'm oldi. Lekin aslida ularning nomida yangi avtomobil bor, rasmiy daromad ham bor. Uyda 2 kishi yaxshi maosh oladi. Agar ular ma'lumotni yashirib ariza bergan bo'lsa, keyinchalik tekshiruvda savollar tug'ilishi mumkin. Men bu yerda hammani ayblamayman. Ba'zan odam bilmasdan xato qiladi. Masalan, avtomobil turmush o'rtog'ining nomida bo'ladi. Lekin ariza beruvchi buni muhim emas deb o'ylaydi. Yoki farzand boshqa shaharda ishlaydi. Lekin ro'yxatda oila tarkibida ko'rinadi. Shunday noaniqliklar sababli yordam noto'g'ri hisoblangan bo'lishi mumkin. Agar siz arizani halol bergan bo'lsangiz, hujjatlaringiz to'g'ri bo'lsa, oila tarkibi yashirilmagan bo'lsa, rasmiy daromadingiz haqidagi ma'lumotlar real holatga mos bo'lsa, 1500 ming so'mni olganingizdan qo'rqmang. Pul qonuniy asosda tushgan bo'lsa, uni qaytarish talab qilinmaydi. Siz faqat hujjatlarni saqlab qo'ying, SMS xabarni o'chirib yubormang. Bank ilovasidagi tushum tarixini kerak bo'lsa skrinshot qilib qo'ying. Ariza bergan bo'lsangiz, uning raqamini yozib oling. Masalan, oilangizda nogironligi bo'lgan shaxs bo'lsa, dori darmon xarajatlari yuqori bo'lsa, doimiy daromad yetarli bo'lmasa, farzandlar maktab yoshida bo'lsa, kommunal qarzlar yig'ilib qolgan bo'lsa, sizning moddiy yordam olishingiz tabiiy holat bo'lishi mumkin. Bunday vaziyatda eng to'g'ri yo'l o'z holatingizni hujjatlar bilan asoslab qo'yish. Birinchi navbatda. Ariza berganda ma'lumotni to'liq kiritmaganlar ehtiyot bo'lishi kerak. Masalan, oilada ishlaydigan kishi bor, lekin arizada ko'rsatilmagan, yoki farzand chet elda ishlaydi va muntazam pul yuboradi, lekin bu umuman aytilmagan. Yoki ariza beruvchi boshqa manzilda yashaydi, lekin ro'yxatda boshqa joyda turadi. Bunday holatlarda tizim ma'lumotlarini solishtirganda savol tug'ilishi mumkin. Ikkinchi navbatda pulni kim yuborganini bilmaganlar ehtiyot bo'lishi kerak. Agar siz ariza bermagan bo'lsangiz, hech qayerga murojaat qilmagan bo'lsangiz, lekin kartangizga 1 500 ming so'm tushgan bo'lsa, darhol bank ilovasida jo'natuvchi nomini tekshiring. Bankka qo'ng'iroq qiling. Mahallaga yoki tegishli ijtimoiy xizmatga murojaat qiling. Pul tushdimi, ishlataveraman deb o'ylash noto'g'ri. Chunki ba'zan texnik xato, noto'g'ri karta raqami yoki boshqa shaxs nomidan o'tkazma bo'lishi mumkin. Uchinchi navbatda telefon orqali yordamni rasmiylashtirib beraman deganlarga ishonganlar ehtiyot bo'lishi kerak. Hozir firibgarlar aynan shunday mavzulardan foydalanadi. Ular odamlarning ehtiyojini biladi. 1 500 ming oldingizmi? Endi sizga yana 2 ming chiqadi. Ro'yxatda turibsiz. Bank kartangizni faollashtirish kerak. Mahalladan tasdiqlash kerak deb aldashi mumkin. Men aniq aytaman. Hech kimga plastik karta raqamingizdan tashqari to'liq ma'lumotlarni, ayniqsa SMS kod, PIN kod, bank ilovasi, parolini bermang. Bu mavzuda eng muhim nozik jihat shuki, hamma 1 500 ming so'm olgan odam bir xil toifaga kirmaydi. Bir odam bu pulni ijtimoiy yordam sifatida olgan bo'lishi mumkin, boshqa odam kompensatsiya sifatida olgan bo'lishi mumkin. Yana biri ish joyidan mukofot yoki moddiy yordam olgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun hamma uchun bir xil qo'yda bor deb aytish xato. Masalan, agar pul ish joyidan berilgan bo'lsa, u mehnat munosabatlari doirasida ko'rib chiqilishi mumkin. Bunday holatda bu pul soliqqa, ish haqi hisob-kitobiga yoki ishki buyruqqa bog'liq bo'ladi. Siz bu pul bo'yicha buxgalteriyadan ma'lumot olishingiz kerak. Bu mukofotmi? Moddiy yordammi? Kompensatsiyami? Qaytariladigan avansmi? Chunki avans bo'lsa keyingi oylikdan ushlab qolinishi mumkin. Moddiy yordam bo'lsa ichki tartibga qaraladi. Agar pul mahalla yoki ijtimoiy himoya tizimi orqali berilgan bo'lsa, unda asosiy masala oila holati, ehtiyoj darajasi va mezonlarga moslik bo'ladi. Bu yerda sizdan ko'pincha pasport yoki ID karta, farzandlarning tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh yoki ajrim haqidagi hujjat, nogironlik ma'lumotnomasi, daromad ma'lumotlari, yashash joyi bo'yicha ma'lumotlar so'ralishi mumkin. Hujjatlar har doim ham qog'ozda talab qilinmasligi mumkin. Chunki ko'p ma'lumotlar elektron bazada bor. Lekin bazada xato bo'lsa, sizda hujjat nusxasi bo'lishi ishni tezlashtiradi. Agar pul xayriya yoki homiylik orqali tushgan bo'lsa, unda shartlari boshqacha bo'lishi mumkin. Masalan, ayrim jamg'armalar aniq maqsad uchun pul beradi.
davolanish, operatsiya, dori, ijara, oziq-ovqat. Agar sizga pul maqsadli berilgan bo'lsa, keyin xarajat bo'yicha chek yoki tasdiq so'ralishi mumkin. Shuning uchun men har doim maslahat beraman. Katta xarajat qilganingizda chekni tashlab yubormang. Dorixona cheki, shifoxona to'lovi, ijara shartnomasi, kommunal to'lov kvitansiyasi sizni himoya qiladi. Yana bir nozik shat, karta kimning nomida? Ba'zi oilalarda yordam bir kishining nomiga rasmiylashtiriladi. Lekin pul boshqa oila a'zosining kartasiga tushiriladi. Bu holat kelajakda chalkashlik tug'dirishi mumkin. Agar ariza onaning nomida bo'lsa, lekin karta otaning nomida bo'lsa yoki yordam buvining nomiga chiqib, pul nabiraning kartasiga tushsa, buni izohlash kerak bo'lishi mumkin. Eng to'g'ri yo'l to'lovni oluvchi shaxs va ariza egasi imkon qadar bir xil bo'lishi. Ya'ni odamlar ko'p so'raydigan savol: 1 million 500 ming so'm olsam, keyingi yordamlarim to'xtaydimi? Bu savolga javob holatga bog'liq. Agar bu bir martalik yordam bo'lsa, u avtomatik tarzda barcha yordamlarni to'xtatadi degani emas. Lekin agar sizning umumiy daromadingiz oshgan bo'lsa, oila tarkibida ishga kirganlar paydo bo'lsa, mulkiy holat o'zgargan bo'lsa, keyingi hisob-kitobda ta'sir qilishi mumkin. Masalan, oilada oldin hech kim ishlamagan. Keyin 2 kishi rasmiy ishga kirgan va oyiga jami 7 million so'm daromad bo'layotgan bo'lsa, bu ehtiyoj darajasini qayta ko'rib chiqishga sabab bo'ladi. Yana bir muhim masala pulni qaytarish. Agar to'lov qonuniy asosda to'g'ri ma'lumotlar bilan berilgan bo'lsa, odam uni qaytarib bermaydi. Lekin agar xato to'lov bo'lsa, masalan, boshqa odamga tegishli mablag' noto'g'ri sizga tushgan bo'lsa yoki arizada ataylab yolg'on ma'lumot berilgan bo'lsa, qaytarish masalasi ko'tarilishi mumkin. Shuning uchun men aytaman, pul kelgan zahoti manbasini aniqlang. Bu oddiy harakat keyin katta muammoning oldini oladi. Birinchi qadam, bank ilovasini oching yoki SMS xabarini tekshiring. Pul qachon tushgan, kimdan tushgan, izohida nima yozilgan, summa aniq 1 million 500 ming so'mmi yoki boshqa to'lovlar bilan qo'shilib kelganmi, shuni aniqlang. Agar izoh tushunarsiz bo'lsa, bankning rasmiy kol markaziga qo'ng'iroq qiling. Telefon raqamini internetdagi tasodifiy reklamalarda emas, bank kartangiz orqasidan yoki bankning rasmiy saytidan oling. Ikkinchi qadam, agar pul ijtimoiy yordam bo'lsa, mahalla yoki tuman ijtimoiy xizmat mas'ullariga murojaat qiling. Menga 1 million 500 ming so'm tushdi. Bu qaysi to'lov, qaysi ariza bo'yicha keyingi oylar uchun qo'shimcha harakat kerakmi? deb so'rang. Savol berishdan uyalmang. Sizning huquqingiz bor. Pul sizga berilgan bo'lsa, uning asosini bilishga ham haqlisiz. Uchinchi qadam, hujjatlarni tartibga keltiring. ID karta yoki pasport, farzandlarning tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh yoki ajrim hujjati. Nogironlik bo'lsa, tegishli ma'lumotnoma, davolanish xarajatlari bo'lsa, chek va shifokor xulosasi, ijara bo'lsa shartnoma, kommunal qarz bo'lsa kvitansiya. Ishsizlik holati bo'lsa, mehnat daftarchasi yoki ish bilan bandlikka murojaat qilganingiz haqidagi ma'lumotlarni tayyorlab qo'ying. Hamma hujjatni bir papkada saqlang. Telefoningizda ham rasmga olib qo'ysangiz, kerak bo'lganda tez topasiz. 4-qadam, agar sizga notanish raqamdan qo'ng'iroq bo'lsa, suhbatni ehtiyotkorlik bilan olib boring. Qaysi tashkilotdansiz? Ismingiz nima? Murojaat raqami bormi? Rasmiy manzilga borib tekshirsam bo'ladimi deb so'rang. Agar ular shoshiltirsa, qo'rqitsa, SMS kod so'rasa, darhol suhbatni to'xtating. Keyin bankka qo'ng'iroq qiling va kartangiz xavfsizligini tekshirtiring. 5-qadam. Agar pul noto'g'ri tushganiga shubha qilsangiz, uni darhol sarflab yubormang. Avval manbasini aniqlang. Bankdan ma'lumot oling. Kerak bo'lsa yozma murojaat qoldiring. Chunki pul sarflanib ketgandan keyin men bilmagandim deyish har doim ham muammoni hal qilmaydi. Ayniqsa mablag' boshqa shaxsga tegishli bo'lsa, qaytarish majburiyati chiqishi mumkin. 6-qadam. Agar siz yordam olishga haqli bo'lsangiz, lekin sizga berilmagan bo'lsa, ariza topshiring. Buning uchun yashash joyingizdagi mahallaga, ijtimoiy himoya bo'limiga yoki tegishli davlat xizmatlari orqali murojaat qiling. Arizada holatingizni aniq yozing. Oilada nechta odam bor, nechta bola bor, kim ishlaydi, kim ishlamaydi, qanday xarajatlar bor, qarzlar bormi, davolanish kerakmi? Yordam kerak deb umumiy yozishdan ko'ra aniq sabab ko'rsating. Masalan, 2 nafar farzandim maktabda o'qiydi. Turmush o'rtog'im vaqtincha ishsiz, ijara to'laymiz. Onamning dori xarajat oyiga 600 ming so'm kabi ma'lumotlar vaziyatni tushunishga yordam beradi. 7-qadam. Agar sizning arizangiz rad etilgan bo'lsa, sababini so'rang.
rad javobi bo'lsa, nega deb bilishga haqlisiz. Balki daromad yuqori ko'ringandir. Balki oila tarkibida xato bordir. Balki sizning nomingizda eski avtomobil turibdi. Lekin amalda u ishlamaydi yoki sotilgan. Lekin hujjat rasmiylashtirilmagan. Bunday holatda muammoni tuzatish kerak. Masalan, avtomobil sotilgan bo'lsa, rasmiy o'tkazishni yakunlash kerak. Oila tarkibi noto'g'ri bo'lsa, ro'yxat ma'lumotlarini yangilash kerak. 8-qadam, hamma gapni og'zaki qoldirmang. Agar muammo jiddiy bo'lsa, yozma murojaat qiling. Yozma murojaatda ism familiyangizni, telefon raqamingizni, manzilingizni, pul tushgan sanani, summani, savolingizni aniq yozing. Masalan, mening kartamga 25 ming so'm mablag' tushdi. Ushbu mablag' qaysi to'lov turi bo'yicha ajratilganini, keyingi to'lovlarga ta'siri bor yo'qligini hamda qo'shimcha hujjat talab qilinmasligini tushuntirib berishingizni so'rayman. Mana shunday aniq yozsangiz, javob ham aniqroq bo'ladi. 9-qadam, qo'shnilarning gapiga emas, rasmiy javobga ishoning. Falonchi aytdi, Telegramda yozishdi. Bir tanishim biladi degan gaplar bilan qaror qabul qilmang. Har bir oilaning holati boshqa. Bir oilaga berilgan to'lov sizga ham avtomatik beriladi degani emas. Bir odamdan qaytarish so'ralgani ham hammadan qaytarish so'raladi degani emas. Shuning uchun har doim o'z holatingiz bo'yicha rasmiy aniqlik kiriting. 10-qadam, bolalar, keksalar va nogironligi bo'lgan oila a'zolari nomidan rasmiylashtirilgan to'lovlarda yanada ehtiyot bo'ling. Agar pul bola ehtiyoji uchun berilgan bo'lsa, uni bolaning real ehtiyojlariga sarflaganingiz ma'qul. Kiyim, oziq-ovqat, maktab anjomlari, dori-darmon, davolanish, transport xarajati. Keyin kimdir savol bersa, sizda mantiqiy izoh bo'ladi. Tasavvur qiling, bir oilada 5 kishi yashaydi. Ota kunlik ish qiladi, har oy daromadi bir xil emas. Bir oy 1 million, boshqa oy 2 million, ba'zan umuman ish bo'lmaydi. Ona uy bekasi 3 ta farzand maktabda. Ularga 1 million 500 ming so'm tushdi. Bu oila uchun bu pul katta yordam. Agar ular bu mablag'ni oziq-ovqat, maktab kiyimi va kommunal to'lovga sarflasa, mantiqan to'g'ri. Lekin ular keyingi yordamlar uchun hujjatlarini yangilamasa, otaning daromadi noto'g'ri ko'rsatilsa yoki manzil bazida mos kelmasa, keyingi ariza muammoga uchrashi mumkin. Yana bir misol, ayol ajrashgan 2 farzandi bor, aliment olmaydi. U 1 million 500 ming so'm olgan. Uning uchun eng muhim hujjatlar: ajrim hujjati, aliment bo'yicha ma'lumot, bolalarning hujjatlari, daromad holati. Agar aliment amalda kelmayotgan bo'lsa, buni ham tasdiqlash kerak bo'lishi mumkin. Chunki tizimda aliment belgilangan deb ko'rinishi boshqa, real hayotda pul kelmasligi boshqa masala. Shunday farqlarni tushuntirish uchun hujjat kerak. Yana bir misol, yosh oila ijarada turadi, rasmiy ishlaydi. Lekin maoshi 2 million 500 ming so'm. Ayol bola parvarishida ijara 1 million 500 ming so'm, kommunal to'lovlar 300 ming, oziq-ovqat xarajati esa oyga kamida 2 million. Ular 1 million 500 ming so'm olgan bo'lsa, bu yordam ularning real ehtiyojini qisman qoplaydi. Lekin arizada ijara xarajati ko'rsatilmagan bo'lsa, oilaning og'irligi to'liq ko'rmasligi mumkin. Shuning uchun ijara shartnomasi yoki hech bo'lmasa to'lovlarni tasdiqlovchi yozuvlarni saqlash foydali. Yana bir misol, keksalar oilasi bor, pensioni er-xotin yashaydi, farzandlari alohida. Ularga 1500 ming so'm tushgan. Keyin kimdir kelib, siz pensionersiz, sizga mumkin emas, qaytarasiz deb qo'rqitadi. Bu noto'g'ri bo'lishi mumkin. Pension bo'lish yordam olishga doimiy to'siq degani emas. Agar dori-darmon xarajati katta bo'lsa, yolg'iz yashasa, qo'shimcha ehtiyoj bo'lsa, bir martalik yordam berilishi mumkin. Lekin yana takrorlayman, pulning asosini rasmiy joydan aniqlash kerak. Birinchi xato pul tushganini hech kimga aytmang. Manbasini tekshirmasdan sarflash. Agar pul qonuniy bo'lsa, muammo yo'q. Ammo manba noaniq bo'lsa, bu xato. Ikkinchi xato firibgarlarga ishonish. Sizga yana pul chiqaramiz degan odamlar hujjatingizni, kartangizni, SMS kodingizni so'rasa, bu juda xavfli. Bir daqiqalik ishonuvchanlik butun kartadagi pulingizni yo'qotishga olib kelishi mumkin. Uchinchi xato hujjatlarni tartibga keltirmaslik. Ko'pchilik yordam kerak bo'lganda yuguradi, lekin oldindan tayyor bo'lmaydi. ID karta muddati o'tgan, bola hujjati yo'qolgan, nikoh yoki ajrim hujjati topilmaydi. Bank tushumlari aralashib ketgan. Natijada ariza kechikadi. 4-xato real daromadni noto'g'ri ko'rsatish. Agar daromad bo'lsa, yashirmang. Yashirish keyin kattaroq muammo keltirishi mumkin.
to'g'ri yo'l, daromad borligini aytib, lekin xarajatlar ham katta ekanini hujjatlar bilan ko'rsatish. Masalan, 3 million so'm daromad bor. Lekin 1 million 500 ming ijara, 700 ming dori, 500 ming kredit to'lovi bo'lsa, oilaning real ahvoli baribir og'ir bo'lishi mumkin. 5-chi xato og'zaki va'dalarga ishonish. Men qilib beraman, tanishim bor. Pul chiqaramiz degan gaplar ko'pincha muammoga olib keladi. Rasmiy ariza, rasmiy javob, rasmiy tashkilot mana shu xavfsiz yo'l. Demak, 1500 ming so'm olganlar uchun eng muhim syurpriz shuki. Bu pul faqat kelib tushgan mablag' emas, u sizning hujjatlaringiz, oilaviy holatingiz, keyingi yordamlaringiz va xavfsizligingiz bilan bog'liq masala bo'lishi mumkin. Kimki pulni qonuniy olgan hujjatlari joyida, ma'lumotlari to'g'ri bo'lsa, qo'rqmasin. Lekin kimki manbani bilmasa, arizada xato qilgan bo'lsa, firibgarlar bilan gaplashgan bo'lsa yoki hujjatlar chalkash bo'lsa, hoziroq tekshiruv qilib vaziyatni tartibga keltirsin. Mening sizga eng asosiy maslahatim, pul tushgan bo'lsa, avval manbasini aniqlang, hujjatlarni saqlang, hech kimga SMS kod bermang, rasmiy tashkilotdan javob oling va har bir harakatingizni dalil bilan qiling. Shunda siz nafaqat bugungi 1 million 500 ming so'm masalasida, balki kelajakdagi yordam va to'lovlarda ham o'zingizni himoya qilasiz. Agar siz ham 1 million 500 ming so'm olgan bo'lsangiz yoki oilangizda shunday holat bo'lgan bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Pul qachon tushdi? Qaysi hududdansiz? Sizdan qo'shimcha hujjat so'rashdimi yoki yo'qmi? Bu boshqa odamlarga ham katta yordam bo'ladi. Videoni foydali deb bilsangiz, albatta like bosing, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Men esa keyingi videolarda ham sizga eng muhim ijtimoiy to'lovlar, yordamlar, pensiya, nafaqa va hujjatlar bo'yicha aniq va tushunarli ma'lumotlarni yetkazishda davom etaman.